1 daqiqa. Faqat 1 daqiqa. Agar shu vaqt ichida quyoshda jiddiy o'zgarish yuz bersa, yerda biz bilgan hayot tugashi mumkin. Chunki quyosh shunchaki oddiy yulduz emas, u butun tizimning yuragi va mana shu tizim massasining 99.8% ni tashkil qiladi. Uning ichida har soniyada ulkan portlashlar sodir bo'ladi. Harorat markazida 15 million darajagacha yetadi. Bu shunchalik issiqki, agar unga yaqinlashsangiz siz shunchaki yonib ketmaysiz. Siz butunlay yo'q bo'lib ketasiz. Hattoki og'riqni his qilishga ham ulgurmaysiz. Agar quyosh bo'm-bo'sh shar bo'lganida, uning ichiga 1 milliarddan ko'p yerni sig'dirish mumkin edi. Shunday ekan, biz quyosh tizimi deb gapirayotgan narsaning deyarli hammasi quyoshning o'zi. Qolgan sayyoralar uning oldida hech narsa emas desa ham bo'ladi. Quyosh tizimi taxminan 4.6 milliard yil avval paydo bo'lgan bo'lib, u 8 ta asosiy sayyoralar, yuzlab yo'ldoshlar, asteroidlar va kometalardan iborat. Quyoshga eng yaqin sayyora Merkuriy. Nima deb o'ylaysiz? Bu sayyora issiqmi yoki sovuq? Quyoshga eng yaqin sayyora deganda ko'pchilik bitta xulosaga keladi. Demak, u eng issig'i bo'lsa kerak. Mantiqan to'g'ri. Axir quyoshga eng yaqin turgan dunyo qanday qilib sovuq bo'lishi mumkin? Lekin koinotning eng sirli joyi shu. U siz kutgan narsani bermaydi. Merkuriy quyoshga eng yaqin va quyosh tizimidagi eng kichik sayyora. U yer oyidan sal kattaroq. Quyosh atrofini esa atigi 88 yer kunida bir marta aylanib chiqadi. Shu tezlik bilan u barcha sayyoralar ichida eng chaqqoni hisoblanadi. Ammo eng qizig'i bu emas. Eng qizig'i shundaki, Merkuriy eng issiq sayyora emas. Sababi unda deyarli atmosfera yo'q. Kunduzgi harorat 430 gradusgacha chiqishi mumkin. Kechasi esa -180 gradusgacha tushib ketadi. Ya'ni bir tomonda jazirama, boshqa tomonda kosmik sovuq. Go'yo bitta sayyoraning o'zida ikkita mutlaqo boshqa dunyo birlashgandek. Buning sababi Merkuriy o'z o'qi atrofida juda sekin aylanadi. Bir aylanishi 59 yer kuniga teng. Shu sabab u yerda vaqtning o'zi ham g'alati tuyuladi. Ba'zi joylarda quyosh go'yo chiqib yana ortga qaytgandek ko'rinadi. Koinot bizga shu sayyora orqali bitta narsani, quyoshga yaqinlik, qulaylik degani emasligini o'rgatadi. Lekin undan keyin yana bir sayyora bor va u yanada qo'rqinchli. U Venera. U quyoshdan ikkinchi sayyora. O'lchami va tuzilishi jihatidan yerga juda yaqin bo'lgani uchun ko'pchilik yerning egzagi deb ataydi. Lekin bu o'xshashlik faqat tashqi ko'rinishda. Aslida Venera yerning egzagi emas, balki uning yomon tushga aylangan soyasi. Venera quyosh tizimidagi eng issiq sayyora. Uning sirtidagi harorat 482 gradusdan ham oshadi, hatto qo'rg'oshinni eritadigan darajada. Bunga sabab quyoshga yaqinligi emas, balki qalin karbonat angidrid atmosferasi va runaway greenhouse, ya'ni nazoratdan chiqqan issiqxona effekti. Issiqlik ichkarida qamaladi va sayyora ulkan pechga aylanadi. U yerga tushgan odam soniyalar ichida yo'q bo'ladi. Venera bulutlari korroziyali kislota bilan to'yingan. Sirtidagi bosim esa yer bosimidan qariyb 90 baravar katta. U yana ko'pchilik sayyoralardan teskari tomonga qarab aylanadi. Merkuriy sizga quyoshga yaqinlikning shafqatsizligini ko'rsatadi. Venera esa muvozanat buzilsa, yerga o'xshash dunyo ham jahannamga aylanishi mumkinligini. Va shu yerda o'ylantirib qo'yadigan savol tug'iladi. Agar sharoitlar biroz boshqacharoq bo'lganida, yer ham Veneraning taqdirini takrorlarmidi? Endigi navbat esa hayot mavjudligi aniq bo'lgan yagona sayyora Yerga. Yer bizga oddiy tuyuladi, chunki biz shu yerda tug'ilganmiz. Shu havodan nafas olganmiz, shu osmonni ko'rganmiz. Suv, yomg'ir, shamol, tun, tong bularning hammasi biz uchun odatiy. Lekin koinotda odatiy degan narsa yo'q. Ayniqsa hayot haqida gap ketganda, Yer 3-chi va quyosh tizimidagi hayot borligi aniq ma'lum bo'lgan yagona sayyora. Quyoshdan o'rtacha 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan, ya'ni bir astronomik birlikda. Bir kuni 23.9 soat.
bir yil esa 365,25 kun. Aynan shu orbital tartib va o'qining 23,4 darajada og'maligi fasllarni yuzaga keltiradi. Ya'ni Yer shunchaki to'g'ri joyda turgan sayyora emas. U juda nozik muvozanatda yashaydi. Yerning eng katta mo'jizalaridan biri sirtida uzoq muddat saqlanadigan suyuq suv borligi. Aynan shu sayyoramizning eng noyob jihatlaridandir. Hatto hayotning ilk shakllari ham taxminan 3,8 milliard yil avval okeanlarda boshlangan bo'lishi mumkin. Demak, biz uchun oddiy tuyulgan dengiz va yomg'irlar koinot miqyosida favqulodda hodisa. Yana atmosfera bor. U bizga faqat nafas berib qolmaydi. Yerni yashash mumkin bo'lgan holatda ushlab turadi. Undan ham muhimroq narsa magnetosfera, Yerning magnit qalqoni, sayyoramizni Quyosh va kosmosdan keladigan zararli zarralardan himoya qiladi. Hatto atmosferaning Quyosh shamoli ta'sirida yemirilishiga ham qarshi turadi. Biz uni ko'rmaymiz, lekin u bo'lmasa, Yer bugungidek bo'lmasdi. Oy, Yerning bitta tabiiy yo'ldoshi. Bu yo'ldosh sayyoramizning tebranishini barqarorlashtirib, iqlimning uzoq muddatda keskin o'zgarib ketmasligiga yordam beradi. Ya'ni Oy romantika emas, tizimning bir qismi. U bo'lmasa, Yerning xarakteri boshqacha bo'lishi mumkin edi. Va aynan shu yerda boshqa bir savol tug'iladi. Agar Yer shu qadar noyob bo'lsa, nega odamzodning nigohi hamon boshqa bir sayyoraga qadalgan? Nega biz doim osmonga qarab keyingi manzil qayerda deymiz? Nima deb o'ylaysiz? Nega bizning ko'zimiz anchadan beri boshqa dunyoga tikilgan? Sovuq, qizil va sirli Marsga. Agar Yer odamzodning tug'ilgan uyi bo'lsa, Mars uning eng mashhur orzusi. Osmonimizda qizg'ish nuqta bo'lib ko'rinadigan bu dunyo Quyoshdan 4-sayyora. Uning bir kuni Yer kuniga juda yaqin, taxminan 24,6 soat. Lekin bir yili ancha uzun. Quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun 687 Yer kuni kerak bo'ladi. Shu o'xshashlik odamni aldaydi, chunki uzoqdan Mars ikkinchi uyga o'xshaydi. Yaqinroq qarasangiz esa, u sovuq cho'l ekanini ko'rasiz. O'rtacha harorati taxminan -65 gradus atrofida. Ayrim joylarda kunduzlari iliqroq bo'lishi mumkin, lekin kechalari harorat juda keskin tushib ketadi. Marsning eng katta muammosi uning havosi. U Yerning atmosferasi juda yupqa va asosan 95% dan ko'prog'i karbonat angidriddan iborat. Kislorod esa juda oz. Nafas olishning iloji yo'q. Shu yupqa atmosfera sabab issiqlik yaxshi ushlanmaydi. Shuning uchun sayyora tez soviydi. Bir tomondan Quyosh nuri bor, lekin unda Yerda his qiladigan iliqlik yo'q. Yana bir g'alati haqiqat. Marsdagi gravitatsiya Yerning atiga 38% atrofida. Siz Yerda 100 kilo bo'lsangiz, o'zingizni Marsda taxminan 38 kilodek his qilasiz. Bu odamga qiziq tuyulishi mumkin, lekin organizm uchun bu ham katta sinov. Mars shunchaki changli tosh emas. Unda Quyosh tizimining eng katta vulqon Olympus Mons bor. Unda Valles Marineris degan ulkan kanyon tizimi ham bor. U minglab kilometrga cho'ziladi. Bundan tashqari, Mars yuzasida qadimgi suv oqimlari va toshqinlarining izlari topilgan. Bugun suv asosan muz va muzlagan tuproq ko'rinishda saqlanadi. Demak, bu sayyora bir vaqtlar hozirgidan ancha boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Va shunga qaramay, Mars hozircha tayyor uy emas. Lekin Marsga qarab turib yana kattaroq narsani tushunasiz. Agar bizga eng yaqin umidning o'zi shunchalik sovuq va shafqatsiz bo'lsa, unda oldinda turgan gigantlar qanday bo'lishi mumkin? Chunki Marsdan keyin bo'shliq boshlanadi va o'sha bo'shliq ortida Quyosh tizimining haqiqiy devlari kutib turibdi. Yupiter va Saturn. Bu Quyosh tizimidagi eng katta sayyora, shu qadar kattaki, agar ichi bo'sh bo'lsa, ichiga 1000 ta yer sig'ishi mumkin. Lekin eng qizig'i, u shunchalik ulkan bo'lsa ham bir kuni juda qisqa, taxminan 10 soatga ham yetmaydi. Yupiterga qaragan odam bir narsani darrov his qiladi. Bu eng oddiy sayyora emas. Bu deyarli alohida olam. Unda qattiq yer yo'q. U asosan gazdan iborat ulkan gigant. Uning yuzasida emas, atmosferasida ulkan bulutlar, kuchli oqimlar va dahshatli bo'ronlar yashaydi. Eng mashhuri esa buyuk qizil dog'. Bu oddiy dog' emas. Bu yerdan ham katta bo'lgan ulkan bo'ron. Shu yerni o'zidayoq koinot masshtabi o'zgarib ketadi, chunki Yupiter yonida Yer endi katta sayyora emas. Shunchaki juda kichik dunyo. Keyingisi esa Saturn. Agar Yupiter sizni hajmi bilan qo'rqitgan bo'lsa, Saturn sizni ko'rinishi bilan ushlab qoladi.
U Quyosh tizimidagi ikkinchi eng katta sayyora. Lekin uni mashhur qilgan narsa albatta uning halqalari. Uzoqdan qaraganda ular mukammal, silliq va deyarli chizilgandek ko'rinadi. Go'yo koinot shu sayyorani boshqalardan alohida bezab qo'ygandek. Lekin eng qiziq joyi shundaki, bu halqalar bitta qattiq disk emas. Aslida ular son sanoqsiz muz va tosh bo'laklaridan iborat. Ya'ni uzoqdan mukammal ko'rinadigan narsa yaqindan qaraganda millionlab mayda parchalardan tashkil topgan. Jupiter va Saturnga kelganda koinot boshqa tilga o'tadi. Bu yerda insoniy o'lchov ishlamaydi. Bu yerda katta degan so'zning o'zi ham kichiklik qiladi. Agar bularning o'zi shunchalik ulkan bo'lsa, undan ham narida, sovuqroq, qorong'uroq hududlarda bizni nima kutib turibdi? Uran. U Quyoshdan 7-sayyora. Hajmi katta, lekin uni mashhur qilgan narsa kattaligi emas. Uning eng g'alati tomoni shuki, u deyarli yon boshlab aylanadi. Olimlarning hisobiga ko'ra uning o'qi qariyb 98 darajada og'gan. Go'yo sayyora tik turgandek emas, xuddi dumalayotgandek. Shu sabab Uran fasllari ham g'alati. Bir mavsum juda uzoq davom etadi. Uran Quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun 84 yer yili kerak bo'ladi. Uning bir kuni esa taxminan 17 soat. Uran biz bilgan sayyoralarga o'xshamaydi. U muz giganti. U asosan vodorod, geliy va metanli atmosfera bilan o'ralgan. Aynan metan unga o'sha sovuq, ko'kimtir rangni beradi. U Quyoshdan o'rtacha 2,9 milliard kilometr uzoqda. Quyosh nuri unga yetib borishi uchun qariyb 2 soat u 40 daqiqa ketadi. Ya'ni u yerda Quyosh endi osmonni to'ldirib turadigan markaz emas. U uzoqdagi xira chiroq xolos. Keyin esa undan ham narida Neptun turibdi. Bu Quyoshdan 8-chi va eng uzoq sayyora. U qariyb 4,5 milliard kilometr narida joylashgan. Quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun 165 yer yili kerak bo'ladi. Bir kun esa taxminan 16 soat. Va eng ta'sirli faktlardan biri shuki, Neptundagi kunduzgi yorug'lik Yerdagidan taxminan 900 baravar xira. Lekin Neptunni esda qolarli qiladigan narsa faqat uzoqligi emas, uning shafqatsizligi. Neptun Quyosh tizimidagi eng shamolli sayyora bo'lishi mumkin. U yerda shamol tezligi soatiga 2000 kilometrdan ham oshadi. Eng hayratlanarlisi shuki, Quyoshdan shu qadar uzoq dunyoda hamon bo'ronlar tinmagan. Yana bir qiziq tomoni, Neptun oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan yagona sayyora. U avval teleskop bilan emas, hisob-kitob bilan topilgan. Plutonni ko'pchilik unutilgan sayyora deb eslaydi. U bir paytlar Quyosh tizimining 9-sayyorasi edi. Keyin esa undan bu maqom olib qo'yildi. U juda uzoq, juda sovuq va Neptundan naridagi Kuiper kamarida joylashgan kichik dunyo bo'lib qoldi. Pluton haqidagi oxirgi rasmiy bayonot o'zgarmagan. Xalqaro astronomiya ittifoqi 2006-yilda uni mitti sayyora deb qayta tasniflagan. NASA ham hozir Plutonni Kuiper kamaridagi mitti sayyora sifatida ta'riflaydi. Demak, Pluton yo'qolib ketgani yo'q. Faqat unga berilgan unvon o'zgargan. Shu paytgacha biz Quyosh tizimi ichida yurdik, lekin Quyosh tizimi o'zi ham tinch turmaydi. U butun boshli somon yo'li ichida harakatlanadi. Quyosh tizimi somon yo'li markazi atrofida taxminan 829 ming km/soat tezlikda aylanadi. Bitta to'liq aylanish esa qariyb 230 million yil oladi. Tasavvur qiling, dinozavrlar paydo bo'lgandan beri ham Quyosh tizimi galaktika atrofida atigi bir necha marta aylanib chiqqan xolos. Demak, biz faqat Yerning Quyosh atrofidagi harakatida yashayapmiz. Faqat Yer emas, bizning butun Quyosh tizimimiz ham galaktika bo'ylab uchib borayapti. Yer o'z o'qi va Quyosh atrofida aylanadi. Va shu bilan birga Quyosh tizimining o'zi ham somon yo'li markazi atrofida katta kosmik safarda. Biz o'zimizni tinch turgandek his qilamiz. Aslida esa bir vaqtning o'zida bir necha xil harakatlar ichida yashayapmiz. Biz kundalik hayotimizda o'zimizni markazdek his qilamiz. Muammolarimizni ulkan deb bilamiz. Rejalarimizni juda katta narsa deb o'ylaymiz. Biz koinotda eng katta narsa emasmiz. Eng kuchli narsa ham emasmiz. Lekin ehtimol eng noyob mavjudotlardan birimiz. Chunki shu cheksizlik ichida o'zining kichikligini anglay oladigan mavjudot bo'lishning o'zi katta mo'jiza. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.